Bunchalik emasida. Cho'chmay borib 500 ta 600 ta olib kelaveradi. Manaqadagi mana bularni qaranglar endi mana. Mo'qaraylar. Rosa chiroyli bo'pti. O'zi ham dahshat bo'pti-da. Sidirmaga shunday terlaydigan bo'pti-da. Mana silivalar. Mana silivalar. Da chiroyli bo'pti. Mana silivalar. Mana silivalar akalar. Aka bularni yetishtirgancha nima bo'ldingiz? Endi bunchliklar ko'rdik. Suv qiyin bizda. Bu silivalarni bu darajaga yetkazguncha ancha qiyinchiliklar ko'rdik. Yerda chuqurroq haydaganligimiz uchun, Urroq shu silitirani ham ko'proq solganligimiz uchun nima bo'lgan, yel kelganda yel urgan. Bu ham hali oxirgi hujumlariga tayyor bo'ladi inshaalloh. Bu tar mendan opoqimdan qolgan. Ha, ashu orqamiz tog'. Bu yerlarga tariq ekanmiz. Chumchuqdan qo'rqmagan ekansiz-da? Chumchuqdan qo'rqmaganman. Qarg'adan ham qo'rqmayman. Buni qarang, ha? Katta bog'lar. Marjon bo'pti, marjon. Marjon. Ertaga bitta qurara turar ekanmiz. Mana ikki bor o'tin olib qo'yganman, ertagalikda oshib inshaalloh qilib qo'ygan mana yo'lda shaxlarimiz bor. Endi Ahmadli akam bilan bitta qurani olib kelib, Xudo xolasa, aka ikkovimiz bitta qurada olib ketsak endi bitta. ko'ringlar. 1 soatiga 50 ming so'mdan pul to'laymiz suvda. Yubiley sotib yuboribsiz-da, ha? Ilgari kuni sotib yubordim.